O'qituvchi har tomonlama yuksak bo'lmog'i kerak. Kerak bo'lsa jismoniy tomondan baquvvat bo'lishi ham zarur. Shunaqa holatlar bo'lar edi. Men maktabda, kollejda ishlaganman. Urishaman deb kekizagini cho'zadigan o'g'il bolalar ham bo'lar edi. Shularga bemalolga gapirar edim. Bir kuni shunaqalarga aytib qoldim. Sen nima bilan kerilyapsan? Puling bilanmi? Turishingni sotib olaman. Kuching bilan maqtanmoqchi bo'lyapsanmi? Devorga rasmingni chiqarib qo'yaman. Qani xohlaganingcha kelaver, dedim. Bolalar hammasi jim bo'ldi. Qo'rqmaslik kerak. Agar qo'rqqanligingizni, ko'zingizni pirpiratganligingizni bilib qolsa bolalar, endi boshqa chiqib oladi. Kollejda ishlayotgan paytimda bir bezori bola bor edi. Juda bir baquvvat, hech kimning kuchi yetmaydigan. Lekin men bilan juda yaxshi kelishar edi. Chunki uni bezorligini, urushqonligini bilmagan holatda birinchi kirgan darsimizda u bilan juda yaxshi munosabatda bo'ldim. Shu munosabat oxirigacha saqlanib qoldi. Meni ko'rganda juda hurmat qiladi, lekin boshqa bir o'qituvchilar bilan, hatto o'qituvchilar bilan mushtlashgan paytda yoqasidan olib bo'g'gan paytlari ham bo'lgan. Bir kuni kuchi nihoyatda ko'p ekanligini o'sha paytda bilganman. Bittasi bor edi, bitta o'qituvchi. Osiyo chempioni bo'lgan, O'zbekiston chempioni bo'lgan. Shunaqa shu o'qituvchi bilan aytishib qoldi-yu, shunaqa ushadi. Hayron qoldim. O'sha chempion o'qituvchini kuchi yetmadi-da. Oxiri zo'rg'a o'zim o'rtaga tushib ajratib qoldim. Xullas uni ajratganni ham do'pposlaydigan fe'llari bor edi. Lekin menga indamadi. O'sha bezori biror narsa kerak bo'lib qolsa, mendan o'zi kelib so'ramas edi-da, bolalarni jo'natardi. Domla balon nimaga mana bu narsalar berasiz ekan, so'rayapti deb. Mayli deb berar edim. Aytmoqchimanki, o'sha bezori bolalar bilan, urushqoq bolalar bilan ham til topishsa bo'ladi. Endi bu yerda men maqtanib, zo'rg'a o'qituvchi bo'lganman demoqchi emasman. Lekin vaziyatga qarab turib, to'g'ri xulosa chiqarish kerak degan bir fikrdaman. Yana bir holat bor edi. Maktabda ishlagan paytimda bitta bola bor edi. Judayam to'polonchi, haddan tashqari. Bir kuni ko'rik tanlov bo'lib qoldi. O'sha bolani ham olib bordim. O'z bilimi yaxshi emas, odobi yaxshi emas, lekin shu ko'rik tanlovga olib borib uni ham qatnashtirdim. Shundan keyin bolada anchagina o'zgarish bo'ldi. Uyga kelib maqtanibdi, men bordim, sahnaga chiqdim deb. Aytmoqchimanki, bu bola bezori, bu hech narsaga yaramaydi deb uni chetlashtirgan sari u yomon bo'lib boraveradi. Shuning uchun ham shularga bir ishonch hosil qilgan holatda uni ham oldinga olib o'tish kerak degan xulosaga keldim.